jigarlar, assalomu alaykum. Bu videoda boshdan aytib o'tib ketaman. Chiroyli, mantiqli, hali nutq chiroyli, montaji chiroyli, video syomkasi dahshat bo'lgan video bo'lmaydi. Unaqa narsani kutmanglar. Sizlar faqat bu videodan haqiqatni kutsanglar to'g'ri keladi. Chunki bu yerda hozir haqiqatlar gapiriladi, asablar buziladi, emotsiyaga berilib gapirilishligi mumkin. Chunki hozir azalda turibman, to'g'risi soat 2:30. Bugun mana nechanchi kun? 29-may. Soat 2 dan 25 minut vaqt o'tibdi mana, ko'ringlar. Bu video nima uchun chiqyapti? Hozir uxlab yotishimdan ozgina oldin men o'zim soham bo'lganligi uchun, qiziqqanim uchun shu narsaga qiziqib, yangi telefonlarni har doim ko'rib chiqaman. Nima yangilik, telefon olamida nimalar bo'lyapti, qanaqa telefonlar chiqyapti, ikki keragicha ko'rib chiqaman va shularning orasida o'z ko'zim bilan ko'rib qoldimki, Honor kompaniyasi yangi telefon chiqaribdi. Молодец. Honor 600 Pro. Zo'r. Lekin bu telefonda narxini ko'rganimdan keyin men uxlolmadim. Nifiga себе, nahotki shu darajada bo'lishi mumkin. Qarasam, hali hech qaysi bloger bu telefon haqida video chiqarmadi. Ertaga boshlanadi, O'zbekiston bozoriga kirib ketdi bu telefon. Ertaga boshlanadi, bu telefonda maqtashligi, odamlarni aldanishligi boshlanadi. Chunki o'tgan yili Honor 400 Pro chiqqan, $650 bo'lib chiqqan. Bozorga unchalik kirmadi. Sotuv yaxshi bo'ldi, lekin hozirgi paytda u telefonda ishlatilganlari 350-380 sotilyapti. Yangisi haligacha $600 dan baland sotilsa ham odamlar o'zi ajratib oladi. Bu bozorda narxini o'zi Alloh belgilab qo'yadi. Bitta-ikkita aldangan odamlar aldanib olib qolishligi mumkin telefonda. Bilmasdan bitta-ikkita haligi insobini yutib qo'ygan blogerlarning gapiga aldanib, bitta-ikkita sotuvchilarning gapiga aldanib, lekin baribir o'zini bozor o'zini narxini topib oladi. Doimiy bu telefonlarni xohlagan narxida sota olmaydi odamlar. Shuning uchun akalar fursatdan foydalanib, Honor 600 Pro chiqdi. Mendan oldin kimdir chiqib bu telefonni maqtab qo'ymasin, odamlar aldanib qolmasin deb turib, ushbu videoda kechki payt 2:30 da bo'lsa ham do'konimga kelib, hech qanaqangi menda montajyor yo'q, hech qanaqangi videoga oladigan nima deydi, mobilograf yo'q menda. Qo'limdan kelgancha montaj qilib boshlayman va haqiqatlarni sizlarga gapirishda davom etaman. Eshitinglar. Honor kompaniyasi haqida men juda ko'p videolar qilganman. Aksariyati ularda minusiga ishlagan. Sababi meni o'zi eng yomon ko'radigani O'zbekistonda Honor kompaniyasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ichim-ichimdan bilaman. Boshqa blogerlar ular bilan shartnoma qilib, pulini olib ishlasa, men bo'lsa ularning eng katta dushmanlaridan bittasiga aylanganman. Buni bilgan odam biladi. Chunki juda ko'p telefon chiqaradi Honor kompaniyasi, juda ko'pni men yomonlab chiqaman. Va bu video ham hozir shu haqida. Lekin bu yerda haqiqatlar gapiriladi, akalar. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Boshqa odamlar kontrakt qilsa, menda ham shu imkoniyat bor edi. Menda ham auditoriya bor edi. Telegram kanalimda 30 mingtaga yaqin odamim bor. YouTube'da 70 mingta odamim bor. U hazilda ham obunachi yig'maganman. Instagramda ham 85 ming, 86 mingta obunachim bor, akalar. Yomon emas. Hattoki 100 ta 150 ta like yig'ib yuradigan blogerlar ham shartnomasi bor qanaqadir kompaniyalar bilan. Lekin menda hech qaysi kompaniya bilan shartnoma yo'q. Bu gaplarni nima uchun gapiryapman? Asl maqsadimni tushuninglar, ey odamlar. Maqsad nima menda? Nimaga targ'ib qilyapman? Yo'nalishim nima? Bundan kelib chiqadigan natijalar nima? Odamlar bilishni xohlayman. Hech qaysi kompaniya bilan kontrakt qilmaganman va shunga shukr qilaman. Agar kontrakt qilgan taqdirimda ham telefonlarning minusini baribir gapiraman. Shuni hech qachon esdan chiqarmanglar. Meni doim podдержка qilib turinglar. Men faqat xalq uchun. Xo'p, Honor kompaniyasi haqida o'tganda video qilgandim. Honor X9 da telefonini bozorga $300 ga olib kirib, vaqt soat o'tgandan keyin arzimagan sabablarga ko'ra $420 ga ko'tarib yubordi. Olmanglar ushbu telefonni, bu insofsizlarning telefonini deb. Va o'sha voqeadan keyin menga o'zimni tumanimda yashaydigan, zalga chiqadigan, haligi ko'chani ushlab qo'ygan bitta-ikkita ko'chalar telefon qilib o'chirib yubordi videoda deb menga bitta bosim bo'ldi. Men tupurib qo'ydim. Aka, o'chirmayman, qo'lingizdan kelganini qiling. O'chirmayman ushbu videoda dedim. Va undan keyin oradan 1-2 soat o'tib o'tmas, meni oldimga, ushbu do'konimga Honor kompaniyasining rasmiy odami keldi. Va chiroyli muomala qildi, kutib turdi, klientlarim bor edi, sabr qildi. O'zi men bittada bildim basharasidan. Chiroyli muomala qildi akamiz. Menga aytdiki, uka dedi, men shundan keldim. Hozir kompaniyadagilar azartda. Sizni ustingizdan yoziladigan bo'lsa, 130 ta ariza tushadi eng kamida. 130 ta odam ishlaymiz dedi. Siz ustingizdan yozsa dedi, boshingiz baloda. Men qo'rqadigan joyim yo'q dedim shu joyda. Menga chiroyli muomala qildi. Yo'q, men ko'cha tomonlama ham kelmadim, rasmiy ishchi bo'lib ham kelmadim. Iltimos qilib keldim deb 2 soat chiroyli tushuntirib, agarda sizni qo'lingizdan kelib shu videoni o'chirib yuborsangiz, kompaniyani oldida men normalniy odam bo'laman. Meni yuzim yorug' bo'ladi. Sen shu ishni bajarding deb ular oldida o'zimni qanaqadir obro'yim ko'tariladi dedi.
Shu odam past ketib kelganligi uchun ushbu videoni o'chirib yubordim. Men o'sha paytda ham aytganmanki, mayli bir safar o'chiraman, lekin baribir video qilaman men, haqiqatlarni gapirishga davom etaman deb. Bu narsalarni nima uchun gapiryapman? Sahna ortida nima bo'layotganini odamlar bilmaydi. Hamma narsani gapirib chiqmadim. Shu narsani bilib qo'yinglar. Bundan keyin ham menga bir qanaqadir bosimlar bo'lishi mumkin. Chunki bu narsani hamma ham gapirib olmaydi. Xullas, gapni qisqa qilamiz. Devaga o'tadigan bo'lsak, Honor kompaniyasi o'zini yangi Honor 600 Pro telefonini taqdim etdi. Va ushbu telefon bozorga shu kunlarda O'zbekiston bozoriga ham kirib keladi. Bu telefondan men sizlarni ogohlantirib qo'ymoqchiman. O'zi aqli bor odam tushunib yetadi. Ularga aql o'rgatish kerak yo'q, lekin mendan o'zimning auditoriyam ichida 30 mingta Telegramda odamim bo'lsa, har kuni deyarli 2-3 ta odam so'raydi. Honor 600 Pro da obzor qiling, Honor 600 Pro da obzor qiling. Va nihoyat chiqdi shu telefon. Bizga rasman yetib keldi, global versiyasi, uni China versiyasi ham chiqdi. O'sha sotuvga yetib keldi. Sotuv narxlarini bilganimdan keyin odamlarni men ogohlantirmasam, ertaga qaysidir boshqa bloger maqtab qo'yadi ushbu telefonni, o'sha kompaniya xohlasa xohlamasa maqtaydi telefonini, musor telefonimiz demaydi. Odamlar aldanib, baribir hamma bo'lmasa ham nechidir foiz odam olishda boshlaydi. Shu odamlar ertaga sotadigan paytda ushbu telefonni yarim narxiga ham sota olmaydi. Chunki arzimaydi bu telefon. Akalar shu sababdan kelib chiqib, men sizlarni ogohlantirgan chiqdim. Bu hech qanaqangi obzor emas. Telefon haqida ozgina ma'lumotlar berib o'tib ketaman. Ushbu telefonni sotib olmasdan, agarda siz Honor kompaniyasining muxlisi bo'lsangiz, Honor telefonlariga ishlatib o'rganib qolgan bo'lsangiz, buni puliga qaysi telefonda olsangiz, yana ham yaxshiroq bo'lishini yana ham sizlarga aytib o'tib ketaman. Eshitamiz. Xo'p, Honor 600 Pro 5G telefondan boshlaydigan bo'lsak, akalar, telefonga bitta SIM karta, bitta eSIM ketadi. O'zi China versiyalarida SIM karta faqat SIM karta tushadi. eSIM ketmaydi China versiyalarida. Yana suvdan himoyasi bor. IP68, IP69K. Odamcha vijdonli bo'lish kerak. Telefonda plus tomonlarini men gapiraman. Faqat negativ emas bu videoyim. Faqat haqiqatlarni gapiramiz. Hozir plus tomonlardan boshlayapmiz. Xo'p. Suvdan maksimal himoya bor. 1,5 soat, yarim soat vaqt suv tagida syomka qilsanglar ham bo'ladi ushbu telefondan. Ham SIM kartadan va eSIMdan ham foydalansanglar bo'laveradi. Displeylarga keladigan bo'lsak, eng yuqori darajadagi displey emas, AMOLED. To'g'ri, AMOLED yomon emas, lekin LTPO AMOLED, LTPO OLED bo'lganda bundan ham zo'r bo'lardi. Yangilanish tezligiga keladigan bo'lsak, 120 Hz. Normal. Bu o'rta segmentdagi telefonlar uchun, yarim flagmanlar uchun zo'r natija degani. Endi bu yoqqa o'tamiz. Telefonda 8000 nits yorqinligi bor. Bu degani, akalar, 8000 nits yorqinlik bu telefon uchun zo'r natija. Albatta, bu tomonlari ham kompaniya va telefon uchun zo'r ko'rsatkich. Bular ham zo'r. Eng qizig'i, telefonda grammi 195 va 200 gram atrofida ekan. U darajada qo'pol emas va u darajada yengil ham va ixcham ham emas. Telefon 2026-yil 22-aprelda taqdimoti bo'lib o'tdi. O'zbekiston bozoriga mana kecha kirib kelgan bo'lsa, 28-may kuni 2026-yil уже sotuvga chiqyapti. Endi Android 16 da ishlaydi. Xo'p, 5 yil, 6 yil telefonga yangilanish kelar ekan. Super. Prosessorlari Snapdragon 8 Elite. Bu albatta o'tgan yilgi zo'r prosessorlardan, bu yilgi eng kuchlisi emas. O'tgan yilgi chiqqan telefonlari prosessorlaridan, eng kuchli prosessorlardan bittasi. 12 ga 256, 12 ga 512 va hamda 16 ga 1 terabaytlik xotiralar bilan chiqdi. Adreno 830. Bu normal desam bo'laveradi. 3 nanometr ekan prosessori ham. Kameralarga o'tamiz. 200 megapikselli kamera telefonda va 50 megapikselli va 12 megapikselli kameralari bor. Optik zoom 3.5x ekan. Telefon 100 karra yaqinlashtirib beradi deb aytayapti, adashmasam. Xo'p, 4K 60 fpsli va HD 60 fpsli videolarni olib beradi. Основной kamera. Orqa kamera degani bu. Endi oldi kamera keladigan bo'lsak, 50 megapiksel va hamda 4K 30 fpsli videolar olib berar ekan. Xo'p, молодец, chotki. Bu yoqqa o'tamiz. Telefonda endi yana bir kerakli bo'lgan joylardan batareykasi 7000 mAh batareyka. Xo'p, 80 wattlik zaryadkani qabul qiladi. Беспроводной 50 watt deb yozibdi bu yerda. Normal. Antutu ko'rsatkichlari 2 milliondan ozgina oshyapti. Bu yerga keladigan bo'lsak, telefonda yomon tomoni qayerda deydigan bo'ladi. O'shaqa odam topiladi. Endi bo'lsa telefonda nimasi yomon, nima uchun bu telefon haqida siz soat 2:30 da yomonlar video qilib chiqyapsiz deydiganlar, esinglar. Bu telefonning narxi $820. Nifiga siz. $820. Bo'pti. Nima bo'pti $820 bo'lsa, xohlagan narxda sotadi-da deyishinglar mumkin. O'zbekistonga Honor kompaniyasining faqat musor telefonlari va o'rtacha telefonlari kirib kelgan. Bu yildan Honor Magic 8 Pro rasman qo'shildi O'zbekiston bozoriga. Ungacha shaxsan o'zim Honorda distributorlar bilan gaplashganman, aloqalashganman. Akalar, men ham telefon sotaman.
distributorga telefon qilganman Honor kompaniyasini. Akalar, men ham Honor sotaman. Nima uchun Honorni zo'r telefonlarini bozorga olib kirmaysizlar? Sabab nima? Agar olib keladigan bo'lsanglar, shaxsan o'zim reklama qilaman, maqtayman kerak bo'lsa va bozorda ham sotuv zo'r bo'ladi deganimda, bu bizga bog'liq emas. Bizga Xitoydagi boshliqlarimiz qaysi telefonni olib kelib bersa, shuni sotamiz degan. Bu yildan Honor Magic 8 Pro kiradi. Shuni va'da bera olaman sizga degan. Demak, bu odamlarning qo'lida emas, distributorlarning qo'lida emas. Bular shunchaki olib kirib yetkazib beruvchi xolos. Honorda narxiga arziydigan telefonlar O'zbekistonga kam kiradi. Misol, o'sha X partiyani hammasi musor deb hisoblayman. Tем более hozirgi paytda narxlar oshib ketdi. Narxiga arzimaydi, chunki Xitoyda ancha arzon. O'zi aslan narxiga arziydi. Xitoydagi narx bo'lsa, O'zbekistonga kirib kelguncha oyog'ini tiqishib oladi. Tем более bu yil ozgina chiplarda narx oshib qoluvdi, двойной tiqishib oldi. Boshqa kompaniyalar urush qilgani yo'q. Misol, Xiaomi'da u darajada narxlar oshib ketmadi. OnePlus'da narxlar oshmadi. iQ'da unaqa narxlar oshmadi. Lekin Honor tiqablab oldi. Hattoki Samsungda ham-da u darajada narxlar oshmadi. A partiyada oshdi, lekin S partiya hali ham o'zini holatida turibdi. Shunaqa gaplar akalar. Honor kompaniyasining zo'r telefonlari O'zbekistonga kirib kelmagan. Bu telefon ham u darajadagi zo'r telefon emas. $820 sizlar flagman telefon sotib olishingiz mumkin. Samsungdan ham hattoki $850-860 Samsung S26 keladi. Bu flagman daraja. Flagman nima degani? Har bitta telefonga har tomonlama eng kuchli narsalar teriladi degani. Detallari teriladi. Masalan, kamerani eng yaxshisini qo'yadi. Korpusda eng yaxshisini, displeyda eng yaxshisini, batareykani eng zo'rini qo'ygan, shuni qabul qilgan, har tomonlama sifatli narsani qabul qilib terilgan telefonlarga aslida men sizlarga dehqoncha qilib tushuntiryapman, bu flagman nom beriladi. Lekin bu narxga sizlar flagman telefon sotib olsanglar bo'ladi. Aldanib qolmanglar. $820 ga Honor kompaniyasi sizlarga o'rta segmentdagi, misol $500 telefonni, $450 telefonni sizlarga $820 ga tiqishda boshlaydi. Ertagi kundan uni ko'rasizlar, kompaniyani ofitsialniy saytida ham qo'yiladi bu narsa va bitta-ikkita o'rinni sotgan blogerlar ham maqtashni boshlaydi ushbu telefonda. Men sizlarni shundan ogohlantirgani keldim. Kechki payt bo'lishiga qaramasdan. Xullas kelam, bu telefon narxiga arzimaydi akalar. Chunki buni narxida bilasizlarmi, qanaqangi zo'r telefonlar bor. Oppo Find X9, Vivo X300 Pro olsanglar bo'ladi buni narxiga, ishoninglar. Vivo X300 Pro. Men o'zim Vivo kompaniyasini yaxshi ko'rganimdan gapirmayapman bu gaplarimni. OnePlus 15 olsanglar bo'ladi. Даже ancha arzon buni chipida. Kerak bo'lsa akalar. Honor kompaniyasidan Honor Win bundan anchagina arzon. Ushbu videoda qilishimdan maqsad ham shu. Sizlar aldanib qolmanglar. Agar bitta odam bir narsani yomonlasa, xo'p, mayli. Bu narsani sen yomonlayapsan. O'rniga nima bera olasan? Nimani taklif qilasan desangiz, deb ovozi o'chib, sizga hech narsani taklif qila olmaydigan bo'lsa, shuni bilingki, u odam sizga to'g'ri tavsiya bermayapti. Bir narsani rad qilgandan keyin uni o'rnini двойной bosadigan narsani taklif qilish kerak odam. Men sizlarga xuddi shu narsani taklif qilaman. Nimani taklif qilasan deydigan bo'lsanglar, Samsungdan, OnePlus yoki Vivodan hech narsa taklif qilmayman. Honor kompaniyasining o'zidan puliga arziydigan, lekin O'zbekistonga rasman kirib kelmagan Honor Win telefonini bundan kuchlik va arzonligini sizlarga isbotlab beraman. Bu video Honor 600 Pro da obzor haqida ketmayapti. Odamlarni ogohlantirish haqida ketyapti. Shunga bir e'tibor berasizlar. Endi bo'lsa sizlarga bitta qisqacha qiyos qilib, nima sababdan bu telefonni olmasligimiz kerak-ku, nima sababdan Honor Win telefonini sotib olishimiz kerakligini sizlarga hozir faktlar bilan isbotlab beraman. Qaranglar. Honor Win bilan Honor 600 Pro ni solishtiramiz. Albatta, minus kamchiliklar ikkalasida ham bor. Honor Winga keladigan bo'lsak, 30 grammga og'irroq 600 Pro dan ko'ra va minus tomondan boshlayapman. Honor Winda eSIM o'qimaydi. Faqatgina ikkita SIM karta, chunki China versiyasida chiqqan global versiyasi yo'q u telefonda. Suvdan himoyasiga keladigan bo'lsak, ikkala telefonda ham bir xil suvdan himoya bor. AMOLED display ikkosida ham, lekin shu yerda to'xtalamiz. Honor Winda 185 Hz bo'lyapti. Honor 600 Pro da bo'lsa 120 Hz. Farqni ko'ryapsizlarmi? Endi ikkinchi darajaga o'tamiz. Batareykasi. Honor Winda akalar 10000 mAh batareyka, Honor 600 Pro da bo'lsa 7000 mAh batareyka. Wow. Yana bitta farqga kelamiz. Honor Win 100 vatli zaryadkani qabul qiladi. Honor 600 Pro bo'lsa 80 vatli zaryadkani qabul qiladi. Farqlarni ko'ryapsizlarmi? Honor Win беспроводной 80 vatt zaryadga qabul qiladi. Honor 600 Pro bo'lsa 50 vatt. Eng qizig'ini aytaymi? Honor Winda eng kuchli hozirgi paytdagi prosessor joylashtirilgan Snapdragon 850 Gen 5, Honor 600 Pro da bo'lsa Snapdragon 850. O'tgan yilgi eskirgan prosessor.
bundan ham qiziq, eng qiziq joyi narxida. Honor Win shu darajada kuchli bo'lishiga qaramasdan, o'zini sovutgichlari bor telefonda, kulleri bor, ancha-munchaga qizib ketmaydi. Batareykasi mo'shni, protsessor kuchli, ekran yangilanishi, chastota обновленияsi 185 Hz bo'lishiga qaramasdan narxi $700 atrofida Xitoydan zakaz qilib olib keltirsanglar bo'ladi. Lekin mana bu xorami Honor 600 Pro bo'lsa, O'zbekiston bozorida insofsizlarcha bu gapimga javob beraman. $820 dan optim narxlari boshlanyapti. Tushunyapsizlarmi? Voy xorami. Mashatimga prosta kayf qildim. Shu yerga men chidolmadim, jigarlar. Prosta chidolmadim. Qanday qilib bu musorni $820 ga sotib olish mumkin? Axir bundan kuchli bo'lgan Honor kompaniyasining mo'shni bo'lgan Win telefoni bundan $120-130 ga arzon turibdi-ku. Honor kompaniyasi bunday qildi bilasizlarmi? Agar ushbu musor telefonimizni $820 ga sotib olsangiz, siz dunyodagi eng cho'rt va harb insonlardan bittasi bo'lasiz demoqchi. Bu meni fikrim. To'g'risi, bu meni fikrim. Chunki aqlli odam bu telefonni olmaydi. Yana bitta aytaman, lekin men buni sotib oladigan odamlarni tuppoy demoqchi emasman. Akalar, yana bir narsani sizlarga aytib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Honor Win telefoni va shunga o'xshagan OnePlus 15, iQ'da bir qanaqadir brendlari, Realme shunga o'xshagan telefonlarning ba'zi modellari OnePlus va iQ umuman O'zbekistonga rasman kirib kelmagan. Realme'da bir arzonroq modellar kirib kelgan. Umuman ko'pchilik so'raydida, nimaga bizda yo'q bozorlarimizda deb so'raydi ko'pchilik. OnePlus'da, Realme'da va iQ telefonlarini nima bizning bozorda rostdan ham ushbu telefonlar yo'q, rasman kirib kelmagan deydi. Shunisiga sizlar shukr qilinglar. Agar O'zbekistonga ushbu telefonlar rasman kirib keladigan bo'lsa, mana Honor kompaniyasini ko'ryapsizlar. Tiqadigan joyga tiqib o'ynayapti narxlarni. Xohlagan narxini qo'yapti. Bozorga kirib odamlarga o'sha telefon brendini o'rgat bo'lgandan keyin ko'ryapsizlar, Xitoyda boshqa narxlar, O'zbekistonda divayno tiqishib o'ynashyapti. Sizlar shukr qilinglar, ushbu kompaniyalar O'zbekistonga rasman kirib kelmaganiga. Xitoydan o'zimiz olib kelib yetkazib bera olamiz. Agar rasman kirib keladigan bo'lsa, o'sha odam yegan sari semirar ekanda, to'g'risi. Yegan sari yegisi kelib, ochopat bo'lib ketar ekan. Bu qiyin. O'zbekistonga asha IQ-PAQlar kirib oladigan bo'lsa, o'sha horami chiqib ketadi. Chunki eng sifatli telefonlarni arzon narxda chiqarib beradigan kompaniyalar bilan OnePlus, to'g'risi, u IQ turadi. Vivo ham qimmat, to'g'risi. Lekin narxiga arziydi Vivo telefonlari. Hammasi emas. X va X partiya va V partiyalari arziydi. Misol, Y partiyalar men umuman maslahat bermayman Vivoda. Agarda O'zbekistonga iQ va OnePlus va Honorda mana shunaqangi Win, Winer'da Power modellari kirib kelganda bormi? O'sha xoramini chiqarishib oladi. Bu sizlarni foydanglar, sizlarni yutug'inglar. Shuning uchun rasman kirib kelishini kutmaganinglar ham yaxshiroq. Agar kirib keladigan bo'lsa, holinglarga maymunlar yig'laydi, to'g'risida. Ko'ryapsiz-da, o'sha narxlar xohlagan narxda chiqarishib o'ryapti. Men bitta narsaga qoyil qolaman, tan beraman, akalar. O'zim Xiaomi telefonlarini ko'p ishlatmayman. Xiaomi o'sha oldin ham ishlatib ko'rganman. Qanaqadir menga bir komfort darajasida yoqib yormaydi Xiaomi telefonlari. Lekin Xiaomi kompaniyasiga tan berish kerak. Shu joyda hamma kompaniya narxlarni oshirdi. Misol Samsung oshirib yubordi. A57larini vashshamta qimmat chiqardi bozorga. Vasha somsa chiqib ketdi. Bu itam olmayapti. Olmasin ham $470 chiqarganda hozir $410 ga tushib qoldi. Ko'ryapsizlarmi? Odamlar, sizlar telefonni sotib olmasanglar, bular narxni borgan sari tushiradi. Agar odamlar olaveradigan bo'lsa, men Honor X9 da narxini $20-30 ga oshirgan paytda men Honor kompaniyasi odamlar olishni boshladi, baribir olaverdi. Bozorga bilinmaganligi uchun yana $100 ko'tarib qo'ydi. Ko'ryapsizlarmi? Qay darajada odamlarni chumbosini chiqarib yuboradi bular. Endi qancha qo'yib sotish odamning o'ziga bog'liq, lekin ash qimmat narx bilan boshida bozorga kirganda itam olmardi bulardan. O'rgatib olib turib oshirib yuborish bu men insof darajasida deb o'ylamayman buni. Odamning vijdoniga to'g'ri kelmaydi. Kimnidir bir narsaga o'rgatib olasizlarda, keyin xohlagan narxlar qo'yasizlar. Lekin mashishda Xiaomi kompaniyasi qilmadi. Chunki Xiaomi va Redmi telefonlari bozorga Honordan oldin kirib kelgan. Va hozir ham kerak bo'lsa Honordan ko'proq sotiladi. Va sifat darajasi bo'yicha ham Xiaomi telefonlari Honordan ancha kuchli yuradi. Lekin narxlarda o'sha tiqishib olmadi-da oyog'i bilan. Chunki ular tepasida bir insofliroq odam o'tiribdi. Men shunaqa deb o'ylayman. To'g'ri, ozgina narxlar oshdi, chunki butun telefonlarda narx oshdi. Xotira yetkazish olmayapti ichki xotirani, chiplarda narx oshib ketgan. Lekin Xiaomi kompaniyasi oyog'ini tiqib olmadi. Shuning uchun akalar, agar Honorda Win yo Winer'da shunaqa telefonlarni rasman O'zbekistonga global versiyada kirib kelishini xohlasanglar, qattiq adashasizlar, kirib keladigan bo'lsa, ko'ryapmiz u narxlarni, shunday tiqib o'ynashadi. Hattoki Honor X9 da telefoni Xitoy bozorida $200 atrofida sotiladi-da. O'zbekistonda narxlardan chiqib bo'lib ketdi. $400. 100% qo'yishib yuboryapti-da, teppa-tem qo'yishib yuboryapti. Endi tasavvur qilinglar, $700 ga sizlarning qo'lingizga yetib, emaklari bilan bir $720 ga tushayotgan Honor Win telefoni necha pulga tushishi mumkin edi? Agar
keladigan bo'lsa, 1200-1300 dollar bo'lib ketadi. Bu Honor kompaniyasi normalniy pul qilyapti. Odamlarning ishonchidan foydalanib. O'zi aslida bu yerda bitta narsa bor, yana akalar, Honor telefonlari o'zi aslida bozorga haligi narxini arzonligi bir narsasi bilan emas. Shu sinmaydi bu telefon. Bir sen qanchalik darajada palakat bo'lmagin, o'zi bu telefon palakatlar uchun chiqqan. Sog' odam o'zi telefonda akkurat ishlatadi. Bitta ikkita nervini buzilganlar bor, telefonda otib yoradi, xotini bilan urushib qolsa, yo eri bilan urushib qolsa, xotinlar otib yoradi, qizni tashab ketsa, azab qilib yerga otib yoradi. Ashnaqa vaziyatda bo'lib qolsang ham bu telefon sinmaydi. Chunki bu palakatlarning telefoni. Buni nomi Honor X9D deb turib bozorga chiqargan o'zi aslida. Shu sababdan bu telefon sinmaydi ekan. O'zi aslida sinmaydi emas, sinadi. Tekis joyga tushadigan bo'lsa, Honor X9 da telefoni tekis joyga tushadigan bo'lsa, qing'ir qiyshiq emas. Sinmasligi mumkin, to'g'ri, 1.5 metrdan. U ham har doim emas, bir 30-40 marta tashlang, keyin uje telefon ancha uje kuchini yo'qotadi. Osonlashadi, uje metali boshqasi ancha prostoylashadi. O'zini kuchini yo'qotgandan keyin telefon sinishni boshlaydi. Bu yerda bitta katta abman ketgan, odamlarni miyalashganki, "Shu bu telefon sinmaydi ekan" desa, endi bizda ayollar shundan qo'rqadi, ha deb stiklo qo'ydirib yubormaydi deb aldanib kirib ketgan shu telefonga. Shunaqa qilib bozorda ushlashib oldi. O'zi aslida bu telefonga qo'yilgan prosessor qanaqa? Snapdragon 6 Gen 4 unaqa kuchli prosessorli telefon emas. Batareykani kuchaytirib, kamera ham somsa ham bo'lsa, monta даже. Zo'r emas kamerasi ham. Va g'ilay qilib turadi itbet. Shuning uchun akalar sifat bo'yicha ham kirmadi. Prosta bu yerda katta marketing bo'ldi. Yong'oqlarni sindiryapti, dang'illatib o'qilib. Ashuna bo'lib keldi. Misol 8 partiyalar unaqa kirmadi, 7 partiyalar Honor X7D, shu X7S modellari umuman kira olmadi bozor. Faqat 9 partiya kirdi. Shuning uchun 9 ni narxini xohlagan narxga oshirishib yubordi. Honor X8D bozorga birinchi kirgan paytda qanaqa bo'lsa, hozir ham xuddi shu narxda sotilyapti. Lekin 9 da oshirish yubordi. Nimaga? Chunki talab balandda u telefonga. Tushunyapsizlar? Agar qo'lingizdan kelsa, ushbu videoda shu joylarini, kerakli joylarni kesib turib, Instagramdami, YouTube'dami, TikTok'dami tarqatinglar odamlarga. Odamlar ko'rsin, ha, gap bu yoqda ekanda. Deysin, chunki biz bilamiz, sizlar bilmaysizlar. Ishlatib yurgan odam ko'rmasligi mumkin. Bizning oldimizga juda ko'p keladi. Ayniqsa ustalarning oldiga keladi. Honor X9D dan даже boshqa telefonlarga nisbatan ko'proq sinib keladi. Ba'zilar atelatdan sindirib ko'radi, sinami sinmaydimi deb. Ba'zilar rostdan sindirib qo'yib keladi. Chunki tekis joyga tushsa sinmasligi mumkin. Qing'ir qiyshiq joyga tushsa telefon baribir sinadi. Iloji yo'q, bu katta abman bu. Agar sinmaydigan telefon chiqarib qo'ysa, 100 ga 100 sinmaydigan telefon chiqarib qo'ysa, kompaniya bankrot bo'ladi to'g'risi. Telefon sinmasa, pachag'i chiqmasa, zo'r ishlayversa, kim yangi telefon sotib oladi? Tushuninglar, o'rtoqlar, shu joyda biza katta abman bor bu yerda, katta yolg'on bor. Shunaqa gaplar jigarlar. Shu joyda aldanib qolmanglar va yana shu gapim, O'zbekistonga ushbu kuchli telefonlarda rasman kirib kelishini kutmanglar. Undan ko'ra chetdan zakaz qilganinglar sizlarning foydanglar. Chunki chetdan olib kelib beradigan odam ozroq foyda qo'yadi. Shunga tirikchilik qilib yuraveradi. Lekin kompaniyaga o'tib ketsa, bu rasmiy kelish kuchli telefonlar bu, bilasizlar endi. Optim olib keladi, olib kelgan sari to'ymaydi, tiqadi. Yemayapti, bu harflar olishyapti baribir. Bu chumolar olaveradi, marketingni kuchaytirib yuboramiz. Bu palakatlarni emas, bu xoramlarning telefonida battar qanaqadir bir marketing qilamiz, ko'rib odamlar ochilib, ha, bu suvda ham tushsa hech narsa bo'lmaydi ekan, qaynasa ham hech narsa bo'lmaydi ekan, 40 gradus, 50 gradus suvda qaynasa ham hech narsa bo'lmaydi ekan deb turib sotishib olaveradi. Biz xohlagan narximizni sotib o'ynaymiz deb turib divanni oshirishib oladi. Bu odamlarning minusi aslida. Akalar ko'p gapirib olmayapman ish qilib, azobga berilib, shapshaq o'zim kelgan gapni gapiryapman. Shunaqa paytda gapirib olmasam, ertaga sal o'zimga kelib sog'ingandan keyin qo'y. Nima keragi bor? O'lib ketishmaydimi? Ashtaqa bo'lib qolmay deb turib, azobga kirgan paytimda video qilib olishga qaror qildim-da, jigarlar. O'zbek xalqi sodda, jigarlar, to'g'ri tushuninglar, sodda. Ko'rganiga qarab ishonib ketadi. Bitta bloger odamga o'xshab tirjayib olib, qilib turib, madaniyatli bo'lib, to'g'ri menga o'xshab, so'kinib, baqirib, to'g'ri so'kinmayman, haqoratli gaplarni ishlatmasdan, esli odam bo'lib, o'zini spo ko'rsatib, chiroyli ko'rinib, montajlarni cho'tki qilib, telefonni maqtasa, yosh katta va Honor olmoqchi bo'lib yurgan odam aldanib olishligi mumkin ushbu telefonni. Sodda insonlar. Aqli bor, telefonni tushunadigan odamlar uchun emas bu ushbu video. Qo'limdan kelgancha sodda qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Akalar, aldanib qolmanglar ushbu telefonni olishga. O'zi oxirgi payt Honor kompaniyasi Divinoy o'zidan ketdi to'g'risi. Men ushbu Honor kompaniyasini rasmiy xodimi bilan gaplashganimda menga shu gaplarni aytdiki, biz yerda Xiaomi kompaniyasiga o'xshab ishchilarimizni bo'shatib yormadik, narxlarimizni ushlab turishlik uchun. Uni o'rniga prosta tak narxlarni ko'tarib qo'ydikda, odamlar baribir olyapti-yu degan gapni gapirdi. Tushunyapsizlarmi? Xiaomi kompaniyasi nima bo'lgan taqdirda ham narxlarni ushlab turibdi. U ichki problemasi, odamlarni ishdan bo'shatadimi, nima qiladi. Lekin Honor kompaniyasi Divinoy narxlarni oshiryapti. Samsung ham oshirdi, Vivo ham oshirdi, boshqalar ham. Chunki chiplar qimmatlab ketdi. Lekin bular Divinoy oshiryapti-da. Endi
bozorga kirib oldi-ku deyapti. Agar ushbu men achinayotgan joyim shunda. Agar odamlar ushbu kompaniyani yana qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, bular вообще o'zidan ketadi. Ishoninglar. iPhone'dan ham iPhone qay darajada o'zidan ketgan. Telefonlarini osmonda eng qimmat narxlarda chiqaradi-yu. Bular undan ham oshib ketadi. Chunki shu bularda darajasiga iPhone va Samsung darajasiga hali Honor kompaniyasi yetib kelgani yo'q, brend bo'yicha. Agar brend bo'yicha bularga yetib oladigan bo'lsa, bu xohlagan ishini qiladi. Odamlar, ko'zinglarni ochinglar. Bu video sizlar uchun. Chunki ushbu telefonni men sotib olmayman, sizlar sotib olishingiz mumkin. Aldanib qolmanglar akalar. Ushbu video sizlarga soat 2:30 da uyqusidan kechib, haqda o'ylagan holatda Mix Mobile tomonidan taqdim etilyapti. Narx arzimaydi. Agar ushbu telefon, men rostdan gapimga javob beraman, kompaniya $820 emas, $500 qilib narxlasin shu telefonini. Chunki $500 ga men sizlarga Snapdragon, даже 500 emas, $430-440 ga, xo'p, mana shu yerda borda o'sha telefon, qani o'sha kiriysan. Mana Redmi K90 agar ko'rayotgan bo'lsa, Snapdragon 850 protsessorli telefon. Bir xil o'sha telefonlar. OnePlus Ace 6 bor. Narxlari $500 dan arzon sotiladi. IQ telefonlari bor akalar, bundan arzon, $500 dan arzon sotiladi. Даже Honor Win RT bor. Snapdragon 8 Elite. Narxlari shu $500 dan ozgina qimmatroq. Agar Honor 600 Pro da kompaniya rostdan ham $500 ga tushirib qo'yadigan bo'lsa, men 100 ga 100 maqtab xalq uchun obzor qilib telefonni maqtab chiqaman. Gapimga 100% emas, 200% javob beraman. Bu yerda prosta xalq aldanib qolmasligi uchun sizlarga uyqumdan kechib achingan holatda gapiryapman akalar. Ushbu videoda qo'lingizdan kelgancha kesib, joyini joyiga keltirib, edit qilasizlarmi, narezka qilasizlarmi? Qo'lingizdan kelsa tarqatib, Instagram, YouTube, Telegram, xohlagan TikTok platformalarida bo'lsa ham tarqatinglar. Sizlarning qo'lingizdan kelgan yordaminglar shu bo'lib qoladi menga. Akalar, ushbu videoda tarqatib qo'yamiz. Honor 600 Pro da $800 ga olib olishdan Allohning o'zi saqlasin. Yeb qo'ymanglar akalar. Sizlar uchun Mix Mobile gapiradi. To'g'ri, jinni ketdi, madaniyatsiz gapirishligimiz mumkin, lekin biz haqiqatni gapiramiz. Hech qaysi kompaniya bizni hali sotib olib, yolg'ondan yo'q mahsulotlarini xalq orasiga tiqib gapirtirmadi. Allohim shularga qilib qo'yishdan o'zi saqlasin. Doimo haqiqatni gapiraylik, xalqqa qo'limizdan kelgancha yordamimiz tegsin akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ushbu videoga like bosib, tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolar boshqa telefonlar haqida bo'ladi. Qaysi telefonni video sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar. Keyingi videoda to'liqroq qilib o'sha telefon haqida obzor qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.